Yoshlar kelajakning egalari, parlaq kelgusining qurg'uvchilari. Yoshlar jamiyat taraqqiyotining harakatlantirgich kuchi. Yoshlar amdili ko'tarilayotgan quyosh, ular kelgusiga yuzlangan ulug'vor planning armas tulponlari. Shunga ularning vujudida jasorat bor, naqshlarda o't, muhabbat bor. Qachonda sahnimizni ana shu o't yurak yoshlarimizga beraylik. Ularning lirik kuylari, yiqimliq naqshlari yoshlik chaqlarimizni eslatsin.
hayotning berkitiysan til tumarim qiz sen mehrlar elchisisan mehribonim qiz sen go'yo bir deniz kabi iliq bag'rimda mehr berib parvish etgan posibonim Odam ota do'qleri bor qilimizda Hava ana o'g'il suti bor levimizda Sensiz olam bo'lolmas ostona Sensiz olam o'zi bir igona Sensiz kunlar yurarman sarsona Sensiz tunlar o'yqidim begona Sensiz olam bo'lolmas ostona Sensiz olam o'zi bir igona Sensiz kunlar yurarman sarsona Sensiz tunlar o'yqidim Baxtingni tilab bergin qilasan duoman Oqqo'zib ko'z yoshlarim ana Farishta kabi chehrim so'lsimu jafolarda Tabassum bilan har dam boqsan mana Dunyoda bir sen mana yagona sirdosh faqat Sening mehring berazim daryo Bağlarda bir sen üçün güldeste dizan her an Aman esen yürgeysen ana Baxtga yo'ruq dünya berseger ümit imkan Farzanding uchun har an kulgaysan ona Sen bana yagona sirdosh faqat Sening mehring berazim daryo Izingdin gullarna qalbimda mehr sabqat Sening ana qo'yasan go'yo sana ömürlük kaldın acırman
aşık pervane yarısan kuylarimga mastona yorsan sevgi yo'lida sarsona yorsan gulxan kabi nurona yorsan seni şeyda deydi şeyda şeyda deydi 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 Hürmetli mehmanlar. Biz har qitim televiziya ekranidan yaxshi tarjima qilingan kino yoki televiziya teatrlaridan hozirlangan chig'imizda shu parda oqisidagi ovoz artistlari markaz qilgan bir qator tarjima xizmatchilarini tilg'anmay tura olmaymiz. Shundoq, bizning ana shu texnikar ovoz artistlarimiz har bir personajga o'zi xos ovozlarni berib bizni shunchalik hozirlantirdi. Xo'sh, hurmatli mehmonlarimiz, bizning shu ovoz artistlarimiz shunday oyam kechiliklarida o'ziga xos san'at talanti bilan isil nomerlarni tayyorlab oyam akliga so'q qilib kelgan edi. Ular bu yilmi ayam bizimizga ko'p qismli televiziya teatri Vusongdagi Van Kemperning choyxonasiga bir qiziqarli hikoyani so'zlatmoqchi. Qanamsa buning qiziqsanglar, diqqatinglar tuvandagi itotimiz bo'lsin. Marhamat. Nashbet. Alangat nashbet amma shunda isil nashbet, kornu nashbet, kornu mumsi tulanmayma. Assalomu alaykum. Meni unutib qilishmaganlar. Men endi Vusongning aksi Vudakan bilan birga yuradigan nashb sotuvchi Yungo bilan Yungo. Bana! Ya Van Kemper! 5 soniya yeydigan baqqal, nima jangalda qolgan o'shkilak vaqiraysan? Xapimizda bana nashb solamdi ekan-da. Bo'ron soqayotgan nashbitingni. Ma, nega apirib satsan satqana? Voy, vangana ammislimi, mayli, men yetayanda atdigan odamning ko'ngliga bir azar bermisizlar. Ha, to'g'ri. Vangana silihliqi aslida Shiminchim Xo'jam bilan panjidan ikkisining eliqi ishiga qopib keladi. O ikkisining ishini uchun men chiqib qo'ymadim, shu qo'shnilar chiqib qo'yibdi. Hey. Sen shuntakning yerisini kim bilmaydi? Vusongning tapini yalab to'xtamliq ishchi bo'lib eliblar. To'la haddingdan oshma. Shiminchim Xo'jamga deb ko'ngil o'ni ko'rsatmasam. Yo'q qilaman. Voy, ma'qul. Voy. Natiqma maldagi yangiliklarni deb beraman ekan desam, bo'ldilar bu, ketayman. To'xtab tur. Yo'ngi. Voy. Mushu kunlarda Seyit manqidan munosib ko'p ketibsachmi? Mundaqla deb qo'ygan gapga shunchalik xapalash ketamdi. Vang anang qeridi. Burunqi holim yo'q. Onun ustiga Vusong degan palandi yo'lvos o'ltagan mushtim bilan mengamga birini qo'ygandan beri mana shundaq danqam put so'zlaydigan bo'lib qoldim desa. Vangana degidakmi yangilik yo'q endi. Voy ketaychi yaxshimi? Hey yungi. Voy o'taqni. Desan atigan nashtilik nashbit eding. O'g'il deganchi sovuqlik bilan taypalasi bo'lmaydi. Menchi sen xotinning issiqlik cheyni damlab chiqay-a? Va?
Ma bo'ldi buni. Ha, mana. Voy, vangana. Ammo lekin sizning o'sha qamoqlarga ilinmaydigan beliq yo'qchu ma. Mana loptirning to'qichi. O'tdan yegin. Rahmat. Voy, sizlar nashbitdan bir tash yap qo'ysizlar. Mana. Hay. Yunga. Yaqindan beri toza mijozim yo'q. Men Do'nko'rikka bog'ida ko'rmadim. Ko'ch-ko'ylarda nima ishlar bo'layotdi? Men bir depagina. Desam hech kimga demisizlar, juma. Voy, xotirjam bo'g'ina. Hey, ichimda sesib ketgan sirlar ko'p. Men ko'chada kimga tosh otdi, kimga qosh otdi, hammani bilmayman. Vangana angladingmi-kin? Bu yil yangi noyisni vaqo, yil oxirida mush yo'lbos o'ltirishda to'pisi alayda bo'lgan birsini saylab, ekskursiyaga chet elga avatamish. Chet elga? Hey? Chet elga desa, chet elga deb xato anglab qolmagansa? Voy, vangana, xato anglab qoldigan ish yo'q. Bugun aytgan avi Do'rigar Xinjoning do'koniga borsam, shu yerda bizning Yangon noyisining hokimining ayolining inisining qiynotisining singlisi muhabbatiga telefon qilibdi-ku. Shu yerda anglab qoldim. Demak roskanda, og'zingga navab. Qani, chengni. O'pdan ishcha. Ma'qul. Vay, Sheminjin hocam, tekshiriblar. Voy, xon ochildir silning g'amlarini yemay. Ya'ni kimning g'amini yeydi? Hocam, mana bu do'konga dekkid bir kapkasilar. Muhim ish chiqib qoldi. Uning ustiga Qurbon hayit kelib qoldi. O'zlari bilib, chapsan bo'lsajimi? Chapsan kaslar. Voy, avarumslar vangana. Ma Yangon noyisining hammasi vaqo. Mushu ishqa, Wusong palvonning sharti tamamen to'shidi deb saylamni saqlab o'tibdimish. Nima? Saylamni saqlab o'tibdimish? Yetimga yo'talning nimishi deb, otam ko'rmagan, onam ko'rmagan Wusongdek palandiga chatalni kim qo'yibdi? Mojahanning egisi bor deymi? Bu sizlar unda degan bilan Wusong palvon degan Jingyang davundikilarning nijotkori, Yangon noyisining o'g'inish ulgisi, uning ustiga vaqo. Ma Yamul yo'lbos o'ltirish mahkamasining 105 tursa. Hey, talviga cho'moq tutqazman nadonga mansabdab. U bizga 105 bo'lgandan yo'q, nimish qiladi, ha? Nimish qiladi? Men nima bilaman? Yo'lbos tutumanda toq chiqib elib, tog'da yo'lbos ma'rab juramdi yoki haqni qo'tildirni ma'rab juramdi. Kim ko'ribdi? Ha? Ishqilib Wusong kamning shuning ustidan tushdi. Voy, to'la gap qistamay, mana Panjilan xonimni chaqirib kelgin. Panjilan xonim nima? Ha, bo'ldi. Chapsan bo'l. Nashbitim nima? Uning jiddiy yig'in bor ekan deb puxtag'injimi? Ha, ma'qul. Yig'in bor ekan. Chapsan bo'l. Ma'qul. Tova. Ot olsa toyga egishar. Xotin olsa boyga egishar deb ko'ngillar bekor aytmabdi ekan. Ma Panjilan xonimni oralda turibdi ekan. Udani 40 to'sha toshmaylar. O'zini Sheminjinning qo'yniga otdi desa. Assalomu alaykum vangana. Oltin tanlar omonmikin? Oye, begim kasla. Oye, qani, yuqirg'isizlar. Begim, silimichi, osmon o'rilib tushsa tegdiman deyayotganlar. Ma jahonda nima ishlar bo'layotdi? Bunda qarab yurishlar deyman. Ay, vanganimizning oyog'ining ostida shamol o'tish biltirsa, jahonni suv besib ketsin, parvoyim palak. Ha, xo'sh. Meni nima majizini izlagandilar? Begim, olsam, Yangon noyimizga yo'lbos o'ltirishda to'kpis alaydi bo'lganlarga bir son kaptimish. Uni chet elga ziyoratga chiqdi ekan. Nima? Chet elga? Begim, seni bilan bizning Yangon noyimizda ot eshakdek yuzimiz bor. Seni bilan biz tug'an yerda Wusongdek palanda berib qolsa, saturamikin? To'g'ri. Bu xabarni vaqtida anglabdilar. Biz darhol yuqori tuman yo'l mengib, mushu bir sanni qo'lga keltirgan ishni qilaylik. Ha? Voy degin, gapni qilmoqqa o'ng'ay. Lekin seni tosh sanayotgan bilan oramizda qum sanayotganlar bor deyman. Vangana, ism qursin. Mana bu o'zlariga va'da qilgan shiping duqaba. Voy! Yana men xotinlik tuqqanlayotgan bir kiyimlik atlasim bor. Qabul qilgayman.
Eşkallah begim, eşkallah. Kene. Ma iş tükendikken ben yana özlerine ayrım razı kılıp alamam. Ha? Kene begim, yukarısıla. Begim, sebep kısan seviyeti su toxtaydı ödeptiken. Biz aldı bilen namzatını obdan bekitip, onun materyalini aytib yaxşı yazaylı. Onun deken avusundaki bizge putul kaşan bulduk Allah'ını közde yok kımsa konmaydı. Ora. Ben kağıt kalem. Derhal yazaylı. Ha? Vay murabbim, vay murabbim. Beni taşlap ecebni yaş ketip kalplağım murabbim. Vay vay. İşin öyle vasıp kuyruq gecek tatıptı o da. Asla başlayıp gezerdi vallarını. Oy. Sıla ondaq degenleri bilen van ana hazır elimezsem halk alemini aldı sep duran eken onun üstüge bunu bulsun 105 dek kömegen Oy, kömegen tırsa dep ketkenni. O yasallıklarını en bulsun kelgen kıptaslar. Oy silini men bilmem de xerin. Seni ägijiglaydigan xotin emas. Oy. Şunu deyme. Şu emasmi? Nedik seppetek mo'michi yerdan qutulgan qo'shanmay meshak yig'lab kelganlar. Şunu deyme. Kimin için hocam sizlar onda degen bilen vudankam körümsüz boğunu bilen köngli yaxşı onda adam. Ağzını şop. Adam degan ya yaxshi bo'lish kerak, ya eski bo'lish kerak. O'tirdi qolgan adam degil olamda. Şunu deyme. Erler hojatxonasiga kirgan odamning hammasini erdigil bo'ladimi? Ha, degin. Mana. Bu ishimiz darhol tutish qilaylik. Vaqt istab qoldi. To'g'ri. Xatalaşmışsam çatki çıkıdığan için deyişvatsizlar o deymen. Biz dal bu ishni deyishyapman. Men necha vaqtdan yo'lbosning dardini azlatmadik. Ha? Mana endi men halovatni ko'rdiganda foydali xatmas bo'lmaydi. Rost. Shuning uchun begim biz nomzodni obdan bekitib, materialini aytib yaxshi suv kirgisiz to'g'ri qilishimiz kerak. Yunga derhal qog'oz qalam tayyorlab rixni o'yini chaqtirib bilan yunga. To'sa bo'la. Mana qog'oz qalam. Bo'la. Yozay. Yozay. Bundan 10 yıl burun. Bundan 10 yıl burun. Ben şu günde, şu çayxanada, Şeminçin hocam başçılığında yolvas öldürüş muhakimciliğin içilip, bizning şu çayxana yolvas öldürüş baş komandanlık ştabı bekitilgen. Yazı. Şu qatimliq muhakimciliğinde vangana Jingyang davundaki 5 yolvaslarni o'ltirib, Yangon arası xalqlarga xotirjamlik ato qilaylik degan temada nutq so'zlab, yoshlarni yolvas o'ldirishga safarbar qilgan. Yazı. Pencereyen xenimmi keçini kündüzge oğlab, ardım taldım demey. Aldın kısaptaki azimetlerden, hal soraş yüzsüzdün, haksız polo itip bəygen. Şakiç Yunga şu çağda rahmetlik bu da bilen birlikte tağdavanlardan eşip yolvas öldürgüçlerge polo mevcilerin vaxtını yetkizip bəygen. Ben ne? Oy sen şundak kılar. Şundak çapatak. Shundan keyin vangana yolvas o'ldirish qo'shinliklarini zo'raytirish uchun o'zining balodek nafsini kechib, dal mushu choyxonada yolvas o'ldirgichilarni tarbiyalash kursi ochgan. Hem şu kursda o'zi yolvasning quyrug'ida tutib piqirtib, uyan buyan urish, yolvasning qulug'ida tutib chiraq tutirish qatorliq muhim darslarni so'zlagan. Yazı. Şiminçin hocam bu hareketini zor kış bilen kollaplı kalmay. Qahrtan soğuk, tomuz ısıqlağı qarmasdın. Jingyang davuniga özüne çıkıtın berip, birinci satlik palvalların alı sorgan ve cengi bevasitı qatnaşkan. Yazı. Hemen yazın. Pencereyen xenimmi yoldaşı Gudadın ayrılıp qağınıga qaramay, qaygılı küşke aylandırıp, meşrep gülçeni öz kolu bilen elip, Şeminçin hocamda jigit beş kılıp, Jingyang davunumuzda yolvas meşrepi ötküzüp bəygen. Yazı. Tova. Neçe vakti benim şu budan kemilen sırtlarını jürüp bu çayxanda alem şu işlerini bu ketkin acep bilmedik bana. Sen bilmediğin işler köp. Sen artık çıkarlaşmay. Bak hoca kanlı degan sızıqdan çıkmasan ziyan tapmaysan. He vallahi. Bırak bu nam tut balı beş degandek bu san bir silah 3 bunu qanda qısaq bolamı ya? Bu işqi kelsek her halda oylashib birnim qığınımız tizik. Meningcha bu işte birinchi bo'lib va'nam bas to'g'ri bo'ladi. Lekin o mushundaq cho'ng bir korxonaning xo'jayini turib, sayohatchilikning oltin mezgilida choyxona taqab qo'yib, chet ellarda jirsa toza qamlashmas. Shunga birinchi bo'lib g'ojam bassin. Ikkinchi yili van anam bassin.
Yana bir yili fursat bo'lsa men boraymikin. Türkiye'nin taksimatı oldu da bu. Bunu mu yazamdan? Ay tonla nervam tekmekin. Van kampir to'g'ri. Vang'an emas, choyxona cho'ngaytmoqchi emasmi? Men sizlarga bu choyxona kichik bo'lib qolibdi. Bu do'ko'rikda bir do'kon aytay. Sizlar o'shani bir qahvaxona qilib ochmamlar. Babasatın deydi. Endi penjilarga kelsak, Vudaning o'limining taqi og'iri chiqmadi. Vusun qaytib kelsa, uyni bo'shab to'y qilaman deyishni yanmaydi. Shunga men penjilarga ma kino studiyasiga selayotgan Gavsongdan bir yurish o'yapray. Siz shuni o'tirasiz. Ben aşı Gavson'un etrafında neşbitimiz yetip jüreyim. Yungaynimizni unutib qoldik. Yungaynim seni unutib qolmadik. Sen biz uchun intay muhim odam. Sen bizning bu do'ko'rikdan bir kun yo'qolsang, bizning ama baqqolchilik ishlarimiz so'g'ichilishdi. Sen bu qatimqi chet elga chiqish faoliyatining ismini atash sharafiga muyassar bo'lgan. Yo'q, sharaf emas. Bunun ustiga Sheminjon hocam sana yaltapalli qol harvisidan bir nap beradi. Durust. Eski sevitinglarni xo'shlasam bolam. Biroq yana bir ish. Vudaning o'limi to'g'risida sirni hech kimga tiniq jo'ma. To'g'ri? Anglasam, qonun va fuqaro programmasiga bu diloni ishtirok ekan. Nabad ular seni ziyorat qilib qolsa, tilingni chanab og'zing kelganini jo'ylaydigan bo'lsa, Hiç kim gidemem hemen. Hiç kim fakat demem. Assalomu alaykum. Oy. Tez turishibdilar. Kesla mehmon. Qara, bu yoqqa sizlar. Yuqori sizlar. Bana marhamat. Degin, o'zlari. Men yuqori qaymoqdan keldim. Heliqi yo'lvoz o'ltagan Vusoning uyini topolmay tenab yurayman. Voyay. Heliqi, harakash piyanchik Vusoni izlab kelganman. Harakash-kamlar. Men onun yengisi, onun nimvacını izleydik. Voy, nimvacını izleydi. Nesiga ishkanmayning pulini söylep kelgan gap. Bugün. Vusun kamının kançılık karşı var. Ben neşbitimiz yetip töylüydüm ben onu. Aqaslari xato tushunib qilishmaslar. Men aymoq mahkamasida ishlayman. Voy anam ya. Biz bu yil Yangon oyimizdan yo'lvoz o'ltirishni to'kis ko'rinarlik bo'lgan birsini tanlab, chet elga tajriba almashtirishga o'tmoqchida. Hey, tez bo'linglar. Begimga men sharaf ko'kizga keltirib Bo'ldi, avar bo'lishmaslar. Men oldirayman. Uning ustiga hech oyimda aroq sharab ichib qamlashmas. Potigini chiqma chenak qo'yib ichaveramiz. Chenak qo'ysa bo'ldi. Lekin o'zlarining Vusoni izlab kelishiga xolis niyatlari nima ekan? Haqasandan xabarda bor. Vuson polvonning Jingyang davonidagi yo'lvoz o'ltirishdek batirona ish izlari ko'ngildagi so'z programmasida ko'rsatilgandan keyin mahkamaning ichki sirtida zilzila qo'zg'adi. Shunga biz aymoq mahkamasidagilar bu qatimda chet elga chiqib tajriba almashtirish nomzodligiga Vuson polvonni o'ylashyapmiz. Hamda Begim. Vuson to'g'risidagi pishni pasatlarga o'zlarini ishinib qolgan o'xshamamdilar. Qaysi pishni pasatlan deylar? Askar qilsak, Vuson polvonning yo'lvoz o'ltagini qilib qizil yolg'on. Durust. U mushu Yangon oyimizdagi uchiga chiqqan o'g'ri yanchiqchi. Osmonga pichoq otadigan lukchak. Lukchak? To'g'ri. Bichora Vudalang. Aksini bu yerga sig'dirolmay, tuvan va Qashqar xotin tarafga avatib tutgan. Keyin anglasam, u ashalarni ish qilib qo'yib, soqchilar qo'g'lab yursa, Jingyang davida qechib beryaptimiz. Begim, Vusoning o'ltaginimiz shu. Hayvonotlar bog'chisidan pensiyaga chiqqan, og'zida tishi qolmagan bir to'qoy yo'lvozgan. Hay, tafsilotini yangi talabdan biladi. Gap qislar matang tishlaganda qarab turmay. Voy, onun ismini tilga ilishtincha nomus qaraman. Aras, ochu Ulanbaydagi bir padichining xotiniga buzilib, jamoatimizning yuzini to'kib qoldi. Stela chataq, uning. Stela chataq. Aksi Vudamo inisining dardiga chidamay, oxiri o'lib ketdi. Begim, bir qo'saq aksi tugab ketsa. O'lgan bo'z ko'mib qo'yinglar deb, hatto o'limigini kap qo'ymadi. Uning vafosizda qilib ketmaydi. Olmasam, Jingyang davonida botku deb bisiga aroq ichib, rasvolish yuribdimish. Ilmi yaxshi Yangon oyisida xalq ko'yinadigan, necha yo'lvoz o'ltirmasmi, hech kimga tinmay kamtarlik bilan ish qiladigan Sheminjon hojam bu ekan. Bo'lmasa, Vudaning jasadini taladi qalakan.
Özlerimi yolvas o'ltaganmi? Voy degin, o'zlarimni yo'lbos o'ltaganmi deyli-ku. Kuniga birini deslar. Men Mushu shanba kunlari tamoqsim dögash taqi chiqib, shu biroz yolvos o'ltirib qo'yman men. Barakallah. Bizga mana o'zlariga o'xshash azimatlar kerak. Yo'qsa. Sizlarning shu bayotin beri degan so'zinglarning dalil isbotlari to'liq-a? Dalil isbotlar to'liq. Yurga! Mana isbotlanib chiq. Mana. Ular chapsan bo'l. Oy, begim. Begim, kesdi ketir. Mana Mavu Shiminchun qo'jamna. Az bo'lsin. Mavu Vanganamna. Mavu Penjilakinimna. Mening hozircha yo'q. Bu Penjilakinimniki hojat. Za! Nomus qilsam omondir. Xiyolinglarda meni hech nimani bilmaydi deb qapsizlar-da. Men bir oydan beri bu yer nimishaning bo'lib o'tganligini aniqlab chiqdim. Sizlarning razilliginglarni tutgan gunoh iskilar biladi. Begim, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Musa palvon. Amir begim, tekshiriblar. Dal vaqtda keliblar. Qani, marhamat. Oy, yanga, o'zim bu yerga kellar. O'g'il olsam odam yo'q. Voy murabbim. Yanga, nima uchun yig'laydilar? Nima uchun qarg'ib tutuldilar? Akalarim o'dadan ayrilib qoldi. Nima? Akam nima bo'ldi? Akam nima majbur bo'ldi? Nima uchun men bunga xabar qilmadinglar? Voy begim, sizlarga xabar qildim. Sizlarga necha qitim yangilar telefon qilgandi, telefonlar ubaji ekan. Onun ustiga enilari bo'ldi akamni avar qilmanglar. Voy, bo'ldi enimni avar qilmanglar. Bir necha kun yasamlar o'zim o'lib qolaman. So'qib qolaman deb xabar qilib qo'ydi. Og'zingni bosh. O'zing palvon. Savr qislar. Qaraganda biz aniqlaydigan ishlar xeli jiqta qiladi. Amir begim. Yunga! Neymiş kalsamı bolsan burun xabar qilmadim. Men xabar qilaysam, voy yo'q. Aka, sizning o'limingizdan so'rani cho'qim aniqlab chiqini. Qisosingizdan ammoy qo'ymayman. O'zlarini betyaptilar. Bu nakasin deb o'zlariga avorchilik tepolmasa. Bular inson qilipidan chiqib saqchishgan shuhrat qo'llashdi. Hatto boshqalarni qarshiladi. Men bularning butun materialni Yamulga yo'llab etdim. Qolgan gapni Yamulga borgan deyshayli. Qonun bag'u. Necha? Begim. Necha? Sen mama. Eli daryo bo'ylarida Sadirning kuyi, Almazorliq bog'larida Chaqchaqning uni. Do'st yoranlar jam bo'lishgan oyam paytida kech kunduz qizib ketar mashrab gulchiyi.
Bizning yuragimizda o't bor, harorat bor. Bizning vujudimizda g'ayrat bor, shijoat bor. Bizning yangi davrda yangicha taraqqiyot va gullanishga kuchli asosimiz bor. Foydali imkoniyat va sharoitimiz bor. Bizda partiya hukumat bergan afzal siyosat, samimiy g'amxo'rlik bor. Bizda barobarlik, inoqlik, ittifoqlik bor. Bizda ona yurtimizni xalqi boy yashab, ijil inoq, jamiyat muqim, xotirjam bo'lgan go'zal makon qilib qurib chiqish uchun zo'r ishonch va jasorat bor.
Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Oyingiz muborak bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin. Ha? Bugun shu oyat darsimizda sizdan bir savol so'raydigandim. Ha, bo'ldi, so'ravering. Ma'lumotki bolalar navoda fursat bo'lsa, riyosatchidan so'rab baqsangiz, bizning yit oyatlarimizning ahamiyati nima degandi. Voy, bu yomon isil savolkan. Ha, ma'qul, men tushuncha beray sizga. Biz buni har yili shunaqa yit bayramlarimizda xulum qo'shnilar, urug' tuqqanlar, do'st birodarlar bir-birimizning uyini yetlashib, bir-birimizga bo'lgan inoqligimizni, ittifoqligimizni bildiramiz. Mush bir yilning ichida o'zaro ozarlashib qolganlar mush yit bayram kunida bir-biridan tashabbuskorlik bilan apu so'rashib, keyingi kunlarni xo'shal xuram ichida o'tkazish uchun va'da berishdi. O'tganda kichkina bilan do'stimni ranjitib qo'ygandim. Adita uni uyga berib, apu so'rsam bo'ldi ekanda. Voy, aqlingizga barakalloh. Nima degan tatliq aqlli qizimsiz. Anda bo'lsa, siz cho'qim shu planingizni qiling. Hozir bir sahnani bizning san'atkorlarga beraylikmi? Bo'ladi. Jiring ayniqsa. Memacanning nemisi bor, mana turgan ichkisi bor. Mungizlari nayzidak, saqallari mazindak. Oyoqlari chirindek qo'ng'uroqliq sarkisi bor. Chirgiring qo'ng'uroq, taqamangdi o'g'loq. Ichkilarning sakrishib, o'ynaydigan cho'qqisi bor. Taqsiga chiqqisi bor. Gis. Tak, hey, bir-birini iskisi bor. Tikkan tatlışır, taşın taşqa atlışır. Mungizini çatlışır, tikçoquğa yetkisi var. Oğla başlap Memacan, seselarda yürgisi var. Yiraklarni körgisi var, bulutlarni sevgisi var. Müşkilerni sapqısı var, taqaram çapqısı var. Aşı dağda tülpanning, yo'g'an taqısı var. Oynaydigan bala barmı? Tegishayli uylarga, manga ziqib yuzlarga, berib olsa Qashqarga, soladigan samovarmi? O'ngimda qara qash, so'limda yurum qash. Semen do'ppasum bo'lsas, qishimizga o'zga barmi? Hamma yerni arladim, gibi barda bog'ladim. Bugun sorun bo'ldi tayyor, so'zlaydigan bala barmi? Salam ayamekli, men bir işkiyegi sözley. Uyğumar baliymen, köp uyumni beliymen. Tapşırıqlarım bek tola, kaçı diğen bana var mı? Kaçı diğen bana var mı? Bundan eğer sonka var mı? Bu derdimge dava var mı? Eytan bizde guna var mı? Hem yerde masina, hem yerde öy bina. Keşte kıyni yıldızlar, oynadiğen tala var mı? Oynadiğen tala var mı? Suda sözük şula bar mı? Kipinekler qo'g'lashgan, gül ichilgan dala bar mı? Bo'lsam kichik eyiqman, suda sutsam beliqman. Qish vaqtida uxlashgan, patadigan kamar barmi? Tepadigan hamon barmi? Yig'laydigan zamon barmi? Yaraydigan, sayraydigan bizga gari jahon barmi? O'ynaydigan tala barmi? O'ynaydigan tala barmi?
Uyg'ur qizi o'sning baayni lolidir. Naz bilan qarashlaring bu xasta jonni oladi. Görmüsem künde qıtım vesningi teşna zarimen, nagihan körsem seni şu an yürügüm salıdı. Kızı güzelliknin gül tacısı bişin Çinip kalar ürperler gelse senin kışın Sumbul çeçin zep yaraşkan Rüstem kuşun hüsnünge Her izat sen her iştile karvanıdır iştin Sumbul çeçin zep yaraşkan Üstün kuşu hüsnünge Her izat sen her iştile karvanıdır işkinge Beşimdeki duppayla Gülü acayip çırayla Sen bizeksiz kardansız Yürsen mi bir tulumla Sen bak şermi hayalı Nazaketli papalı Haziletli vicdanlı Kısım kıslet ortalı Sen bak şermi hayalı Nazaketli papalı Haziletli vicdanlı Kısım kıslet ortalı Sen güzelliğin tahtide çok konmasın üstünge Güzelliğin bahtimiz güzelliğin adı Hasiletin üstünge aşklar kübezendi Güzellikni hadirle buldum ben gübekni Haziletin üstünge aşklar küp ezeldi Güzellikni kadirle buldum ben gübekliya Güzellikni kadirle buldum ben gübekliya Kantime ha? işte satakımız şunu anasını Assalamu alaikum disketka. Assalamu alaikum disketka. Qanday ahvoling? Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Disketka kelib qolibsiz bu, imkon keldingiz. İmtihon bagin kelgan do'dash.
Kaba intamda ötülü ne var? Rahat öttü ya. Ben bu Kur'an'ın kişilikке Allah'ıydı tekst bilen numar orluğu geldim. Allah'ıydı. Ha, Dilshatga. O'sha birinchi qitim sekmen chiqqanda adam bak jiddiylik ketdi ha. Uni bir demajmajim qam. Tunchi qitim seni chiqib yurakga dub so'qilib emasmi? Başta bizim şunatqa bolalar. Birinchi qitim sekmen chiqqan adam jiddiylikka qarab. Keyin kunat qolgansiz. Qo'rqma, sekmen chiqqan o'zingizdan keyin so'z bo'lgan. Qo'rqma, bizim kunat qoldik qo'mlar. Hoy! Bana ta'lim beryapsizlar. Yaqay sirka, yaqay. Sizlar bu yerni qalaymi qalib nima keldinglar, ha? Biz nima televiziyasidan o'yinga chaqirib kelib, nomer ko'rsatib keldik. Alohida. O Allah'ıydı taka. Qara. Tushundim. Bugun bu kechlikda bolalar nomerlarni bir qancha bakanlar. Ya bo'lmasa sizlarning cho'lali nomerga oyoq 4 ni, mayoq 8 ni, qo'choq tizg'ada bog'laganlar. Xudosh, madem imtihonni sal balduratib qoldimizmi? Nimda gap qildi? Yaqay sirka. Mening do'stim sizni bolalarga bir numar o'rnatasiz o'tgan dedi. Voy, Dilshatga, siz bu imtihon utibman, ko'rishgan odam emas, Dilshatga. Ey, menda intam yo'qotmagansa? Yaqay sirka. Da numar o'rnatasiz. Ha, bo'pti. Bo'pti, sizlar bir numar o'rnatib beray. Çok. Hadi yaxshi bo'l. Жигнашылды доңға. Yaqay. Qandırak çaldı? Şundan yaxshi çaldınız ki. Lekin şu özümüzün müzikimizni başlasak hem yaxshi bo'ladi-da. Ey Şakçek, tekingda. Sen nimni bilsa? Bu Skropka Yevropalikning muzikasi. Uni bilmayman, Dilshatga. O muzik chatning bo'g'di bilan, lekin siz bilan biz chatalik emas tusoq, Dilshatga. To'g'ri. Ey shayton, bir keltirib oldik-a buni. Hadi beklar. Siz Dilshat akamizga bir parcha tanamsiz. Unda qaysi paytdan boshlayman? Uni so'rash ketandi. Albatta o'zimizning muzikamizni boshlaymiz-da. Ma'qul. Ilan akam, Skropka. Dilshat aka, ta'lim bergaysiz. Bo'ldi. Keldir. Kelar. Dilshatga, navbatsiz keldi. Bu navbatsiz chalgan gap bu ne? Voy Dilshatga, mendala mansınız setra. Navbatsiz kep qapti. Bo'pti, sizlar bir par piano chipiray. Yaxshi angladiz. Chaldim hamsa. Yaxshi chaldingmi? Bo'p qoldi. Ey! Qaraganda mening chag'irim taz yarmiga o'xshaydi bo'lsa-a, ha? Yaqay Dilshatga, bu yarishuv yarda qarang. Lekin bu Beethovennikini bilmaydi ekansiz. Mani chag'imiz bo'ldi Dilshatga, yaxshi bo'ldi. Ey! Bu Skropkani Yevropa chasam Uyg'urcha chamiding deysan. Bu pianinoning Uyg'urcha chasam Beethoven deysan sen, ha? Ey! Mani chelishni menga uyutib qo'yamsan sen. Menma? Bu men chalsam-mu bo'ladi Dilshatga. Adashmayklar. Mening do'stim Subi, sizga bir parcha tamsin. Sen chalamsan? Chalam. Adash yaxshi chalar. Valda. Boshlayapsan? Ha, boshla.
Naçe soğuktu. Dilshatga, qaysini tanlaysiz? Ey! Sen yeni menden intam ağlı başladın hazır ha başladın ha? Dilshatga nima siz kelib qolibdi, buni tanlayman. Ma balla Avrupa müzikasini acayip jo'natgan. Men bularga milliy müzik için biray. Akretem biron. Mana Dilshatga mana bu Ha. Layiqli tüprejmi? Yaxshi ama. Hey! Layiq oldu bomdu mu bu? Ha? Biraz önce bakamsızlar. Hala hala. Çala. Dilshat akamizni yesli bas ko'rib qolmoqman da. Aladan biron ala. Ala, chala. Chala bachamay bog'lash. Voy, odosh nima so'zlash? Chala. Sen chalamsan? Yo'q, cham. Ala ala, chala. Chala. Bir pay chala. Satram ke Dilshatga. Hey! Chala. Bir pay chala. Ekle. Ravapni o menchilik çalamazsa. Evimiz turduğun bu değil. Vallahi çabuk. Ekran. Ha? Oturup çalamda? Ne ekran? Oturup çalamda? Ekran. Bu davapni oturup anasınız bombayla yekepti. Hey! Men aytganni qarsam sen shu quruq gapni setyapsan sen. Ha? Sen gapdan kam gelsen bu yerga. Ha? Sen ne olursan ma sabotajchiga o'xshash. Bir o'zini olib kesmoq bo'lsa ko'r baqaylar. Menma? Ha? Chata yo'q, vallah, tayyorlik. Ha, vallah, boshlatdik.
Barakallah. Nəhayət yaxşı oldular. Ahvaldan qaraganda sizlar muqamni bildirganda qilib tursizlar, muqamni. Muqam kelganda Fatmanglar. Voy, birinchi muqam chaqmoq. Voy, chatayo. Hamsi bor aytishdilar. Ma aytishdilar. Nima muqamlar? Bala beşti ara mecnun minindeki müstevrat Huyumdek her zamandır kirmigey Vay Vadidi sergerdan
sizlardan bir savol so'rab qo'yay. Xo'sh. Seni so'rang. Sizlar mush tarixda hamda klassik asarlarda aytilib kelayotgan oshiq mashqlardan qaysilarini bilasizlar? Oy bu bek osangu. G'ayrib sanam, Layli Majnun, Nurun, G'uncham, Gulamxon, Tayir Zuhra, Farhad Shirin. Rabia Saydin, Chin Modem. Mesela bu yakınki zamanlarda aytib aytsak, men ve ayolim degandek. Undaqsa asrlardan beri ular nima uchun quloqdan quloqqa, ig'izdan ig'izga tarqalib keladi? Çünkü ularning turmushni, hayotni so'ydiganligi, chin haqiqiy muhabbatni qadrlaydigan esil fazilati kishilarni ta'sirlantirgan gap. Undaqsa men sizlarga bir xush xabar yetkazaymi? Ha, mana bugungi oyam bazimizga ana shu oshiq mashqlar yetib keldi. Undaq yaxshi bo'pti. Ulan taklif qilaydi unda bo'lsa. Qani marhamat. Marhamat. Yar yar yaşarlar yarımni göremedim a gülüm gonca ayar ey ot gitti yarımni göremedim a gülüm gonca ayar ey ot gitti Kalkıp aşırı ay Zeynep Yar yar ömrü bağda biri ay tağda Yar yar ömrü bağda biri ay tağda Kalkıp sayırgan çağda yel gülüm
göksünde ey canan kabul etkin salamımne Köşke yetti zar buldum senimdek gülnigarımne Yâre senimdek gülnigarımne Gül uzarım ne Yâre senin de gül uzarım Aziz atamdan ayrılıp buldum yetim. Garip dep ataldı benim etim. Garipcan. Senemcan. Neçe vaktin ah urup men yarda Bağda yarim var iken ne bilmedim Esret bilen senem canim kaydı dep Senem canim bağda iken ne bilmedim Hayran kıldı beni şirin sözünüz Odan itiremin bilirsiniz Endi kendim şal görsetirsiniz Çağrıma bahas iken ne bilmedim
Biz daim şiirin uykuda yatkan çağlarımızda bazı kişiler uykudan bedar. Biz her qitim ailemizkilar bilan xotirjam aram elayotgan kunlarimizda yana bir qism kishilar aram elishga amalsiz. Mana bugünkidek hit bayramlarda urug' tuqqanlar bir yerga jam bo'lib qo'shal kunlarni o'tkazayotgan chig'imizda yana bir qism kishilarimiz bunda qo'shalliqlardan makrumdir. Biz bugünkidek ayam bazimizdan huzurlanib o'tirgan chig'imizda yana bir qism kishilarimiz bu ko'ngillik minutlardan mustasno. Biz bu fursatdan foydalanib, aşo suyumli kishilarimizga yetlik salom yo'llaymiz. Hürmetli mehmonlar, bugünkü ayemlik bazmimizga bir qancha alaydi mehmon taklif bilan qatnashdi. Qandoqda qizg'in chavaklarimiz bilan ularni sahnamiz taklif qilaylik. Marhamat. Ana, marhamat. Xush kelibsizlar. Marhamat. Aldı bilan men bu taklif mehmonlarimizni ko'pchilik bir tanishtirib o'tay. Bu yoq mamlakatlik millatlar ittifoqligidagi ilg'or shaxs, qurolliq soqchi qism Xinjiang chegara mudofaa bosh atirti, Qashqar viloyatlik tarmoq atirti, Ko'kher soqchixonasining muavin boshlig'i Osmonjon Muhammad. Xush kelibsiz. Bu yoq mamlakatlik emgak namunchisi, Bavshan Po'lat Temir guruhi Xinjiang 1-Avgust Po'lat Temir shirkatining ishchisi Abduvaqi Ablimit. Xush kelibsiz. Bu yoq bo'lsa Xinjiang Tibbiy universiteti 1-tarmoq doktorxonasi yurak ishki bo'limining doktori, doktor aspirant, yosh ish o'rni mahiri Dilnur Mamtimin. Xush kelibsiz. Sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Mush minut, mushuna yaxshi bir fursatda ekran orqali ana shu urug' tuqqanlarimizga qanday yurak so'zinglar va bir anglab boqqan bo'lsak. Qani, marhamat. Qadrli ota-ona, qarindoshlarım, men xizmat munosabati bilan oilaga qaytolmadim. Ekran oldida men sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Qurban hayotingizga muborak bo'lsin. Her sohada oldingi safda ishlayotgan ishchi xizmatchilar, qurban hayotingizga muborak bo'lsin. Shu fursatda men meni tarbiyalagan vatanimga, xalqimga, ona maktabimga va menga yaxshi xizmat sharoiti hozirlab bergan ota-onamga, oilamdagilarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shunda hurmatli aziz mehmonlarimiz, navbatdagi naqshimiz sizlar uchun, shundaqla ishlab chiqishning oldingi sepida ishlayotgan to'kpikorlarimiz uchun. Marhamat. Qani, marhamat.
Harbiy forma astimda mening qaddamlarim shuncha mardona yuragimda güzel arzular ürkeş yasar bu durdana ruhimizga kuch quvvat berib gazar millar bizni tavlaydi innatlikdin jangovarlikdin davrimizning marş yangraydi ürkütkabi qanotlar kerib kök asmanda qiliman parvoz bana şunda kuch madar bergen vatinim u mengi bahar yaz ürkütkabi qanotlar kerib kök asmanda qiliman parvoz bana şunda kuch madar bergen vatinim u mengi bahar yaz Haddim mağrur elbeten bilen Şeklimden nur aptap simahasi Nakşa hemde iş emgek bilen Barça cayda berket cullahasi Teşekkürüm akidem şuna Mensup olsun ana vatenge Çin söygümdin sadaketimdin Güller tizip sunu men elge Ürkütkabi qanotlar kerib Kök asmanda qiliman parvoz Ana şunda kuch madar bergen Vatinim u mengi bahar yaz Ürkütkabi qanotlar kerib Kök asmanda qiliman parvoz Ana şunda kuch madar bergen Vatinim u mengi bahar yaz La 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 Kuch madar bergen vatinim u mengi bahar yaz Bugün bizning muborak hayitimiz. Oyam xosiyati hammamizga mehr muhabbat, asoyishlik, xotirjamlik ato qilg'ay. Bugün bizning ayam kunimiz. Etliq nag'ir sunaylar va o'tliq tilaklar yurtimizga ma'murchilik, xalqimizga inoqlik nurini ato qilg'ay. Biz shu topda tarixiy xarakterlik taraqqiyot fursatiga, davrga moslashgan ijodchanlik ro'yiga boy bo'lgan yangi bir davrga ega bo'ldik. Biz Abnum rayonimizga har millat xalq ammasi qo'lni qo'lga tutishib, bir niyat, bir maqsadda olg'a ilgirlab, ideyani azod qilib, ilmiy taraqqiyotga qarshi ching turib, Abnum rayonimizning yangi bir bahorini kutib olaylik. Deryalar Nakşimizga kör bo'ldi bular Keldi xalqim, keldi
her yer